Bugun sizlar bilan manti qozonda tandir qilamiz. Qanaqa go'shtdan deb o'ylaysiz? Albatta, siyoh firmasining tovuq go'shtlaridan. Birinchi bo'lib qaynagan suv quyib olamiz. Men tovuq go'shtlarimni bir kun oldin marinovka qilib qo'ygan edim. Hozir o'shani ishlataman. Bu yerda universal priprava, tuz, zira va qatiq aralashtirganman. Bir kun xolodilnikda marinovka bo'lib turgan. Endi buni terib chiqamiz. Endi tandir go'shtining ta'mi kelib turishligi uchun mana bunday tog' archasidan sovuramiz. Ustilariga solib chiqsak, hidlari gupillab zo'r chiqadi. Endi buni baland olovda gazga 1 soatga qo'yib olamiz. Tandir go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi ichini ko'ramiz. Hozir endi buni salgina neobычныйroq qilib tayyorlaymiz. Tishlarimizga terib chiqamiz. Endi ustidan kartoshkalar qo'yib chiqamiz. Bu pishgan kartoshka. Ustidan sir qo'yamiz. Endi buni duxovkaga yuboramiz. Neobычный taomimiz tayyor bo'ldi. Endi yeb ko'ramiz. Archani hidlari rosa bir-biriga o'tibdi. Kelinglar.